Keling, bugun juda muhim mavzuni ochiq gaplashamiz. Pensiya masalasi. Ko'pchilik pensiya haqida faqat yosh yaqinlashganda o'ylaydi. Lekin xatolar aynan 25-30 yoshda qilinadi. Natijada odam nafaqaga chiqqanda har oy 1 million, 5 million, hatto 2 million so'mgacha kam pensiya olib qolishi mumkin. Bu pul bir martalik yo'qotish emas, har oy yo'qotiladigan pul. Shuning uchun bugungi ma'lumot har bir ishlayotgan odamga, yakka tartibdagi tadbirkorga, o'zini o'zi band qilganlarga, norasmiy ishlayotganlarga, chet elda ishlaganlarga va hatto uyda farzand tarbiyalayotgan ayollarga ham tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda pensiya jamg'armasi, staj, ish haqi, badallar va foydali pensiyani qanday tanlash haqida gapiraman. Avvalo muammoning ildizini tushunib olaylik. Ilgari ko'pchilikda bitta tasavvur bor edi. Men ishlayapman. Demak, pensiyam avtomatik yaxshi bo'ladi. Yoki mehnat daftarcham bor. Demak, hammasi joyida. Ammo hozirgi tizimda faqat ishlaganimiz yetmaydi. Ish rasmiy bo'lganmi, ish haqi hisoblanganmi, soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'ringanmi? Pensiya jamg'armasi bazasida ma'lumot bormi? Staj to'liq tasdiqlanganmi? Ish haqingiz qaysi davrda yuqori bo'lganmi? Mana shu savollar pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Oldin ko'p ma'lumotlar qog'ozda yuritilgan. Mehnat daftarchasi asosiy hujjat hisoblangan. Odam bir korxonada ishlagan, kadrlar bo'limi yozib qo'ygan, muhr bosgan, keyin pensiya yoshiga yetganda shu daftarcha bilan borgan. Lekin hayotda nima bo'lgan? Korxona yopilgan. Arxiv yo'qolgan, muhr noto'g'ri bosilgan, lavozim yozilmagan, ishga kirgan sana boru, bo'shagan sana yo'q. Yoki odam aslida ishlagan, lekin hujjatda ko'rinmagan. Bunday holatlarda odamning yillab ishlagan mehnati pensiya hisobida to'liqdan olinmay qolgan. Hozir esa tizim asta-sekin raqamlashtirildi. Ish haqi, soliq, mehnat shartnomasi, elektron mehnat daftarchasi, pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni, agar hammasi rasmiy bo'lsa, odam hujjat yig'ib yugurmaydi. Lekin xavfli tomoni ham bor. Agar siz ishlagan davr tizimda ko'rinmasa, men ishlaganman-ku degan gapning o'zi yetmaydi. Tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Demak, bugungi davrda pensiya nafaqat yoshga yetish masalasi, balki oldindan nazorat qilish masalasiga aylandi. Endi eng asosiy savol: kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda norasmiy ishlayotganlar. Masalan, odam oyga 6 million so'm topadi, lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmaydi yoki rasmiy hujjatda million so'm deb ko'rsatadi. Bugun qo'lga ko'proq pul olayotgandek tuyuladi. Lekin ertaga pensiya hisoblanganda bazada uning real daromadi ko'rinmaydi. Odam 20 yil ishlab ham hujjatda juda kam ish haqi ko'ringani uchun minimalga yaqin pensiya olib qolishi mumkin. Ikkinchi xavf guruhi konvert oylik oladiganlar. Masalan, sizga ish beruvchi oyga 8 million so'm beradi, lekin rasmiy oylik 2 million so'm. Bugun siz mayli qo'limga pul kelyapti deysiz. Lekin pensiya hisobida siz 8 million topgan odam emas, 2 million topgan odam sifatida ko'rinasiz. Farq juda katta. Pensiya formulalari, turli cheklovlar, staj va o'rtacha ish haqi asosida hisoblanadi. Lekin umumiy mantiq oddiy. Rasmiy ish haqi qancha yuqori va staj qancha to'liq bo'lsa, pensiya shuncha foydaliroq bo'ladi. Uchinchi guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Ko'pchilik tadbirkor men davlatdan oylik olmayman, o'zimga ishlayman, pensiya keyin ko'riladi deb yuradi. Lekin keyin yosh kelganda staj yetmay qolishi mumkin. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, to'lovlar, soliq rejimi, pensiya jamg'armasiga tegishli davrlar qanday aks etayotganini tekshirib bo'lishingiz shart. O'zini o'zi band qilgan odam ham shunchaki ro'yxatdan o'tib qo'yish bilan cheklanmasligi kerak. Qaysi davr stajga kirdi? Qaysi to'lov asos bo'ldi? Qayerda ko'rinmoqda, buni oldindan bilish kerak. To'rtinchi guruh chet elda ishlaganlar. Masalan, odam 10 yil Rossiyada, Koreyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda ishlagan. U O'zbekistonda pensiya yoshiga yetganda men axir 10 yil ishlab kelganman deydi. Lekin savol, bu ish rasmiy bo'lganmi? Ikki davlat o'rtasida ijtimoiy ta'minot bo'yicha kelishuv bormi? Hujjatlar tarjima qilinganmi? Staj sifatida tan olinadimi? Agar hujjat yo'q bo'lsa, 10 yil mehnat pensiya hisobida yo'qdek ko'rinib qolishi mumkin. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar ham mehnat shartnomasi, maosh varaqasi, sug'urta to'lovlari, ish beruvchi ma'lumotnomalarini saqlashi kerak. 5-guruh ayollar. Ayniqsa farzand tarbiyasi sabab ish faoliyatida uzilish bo'lgan ayollar. Bu yerda ham nozik jihatlar bor. Bola parvarishi davrlari, ta'til. Ish joyining saqlanishi, rasmiy buyruqlar, bularning hammasi kelajakda muhim bo'lishi mumkin. Agar ayol rasmiy
ish joyidan ta'tilga chiqqan bo'lsa, hujjatlar boshqa. Agar umuman ishlamagan bo'lsa, boshqa tartib. Shuning uchun men uyda o'tirdim. Demak, hammasi hisoblanmaydi deb ham o'ylamaslik kerak. Lekin hammasi avtomatik hisoblanadi deb ham ishonib qolmaslik kerak. Endi real misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, ikki aka-uka bor. Ikkalasi ham 3 yil ishlagan. Birinchisi rasmiy korxonada ishlagan, ish haqi to'liq ko'rsatilgan, badallar o'tgan, elektron bazada hammasi bor. Ikkinchisi esa 3 yil turli ustaxonalarda, qurilishlarda ishlagan, qo'lga yaxshi pul olgan. Lekin rasmiy hujjat kam. Pensiya yoshiga kelganda birinchisining staji to'liq, ish haqi bazasi yaxshi. Ikkinchisida esa 3 yil hayotiy mehnat bor, lekin hujjatda 12 yil ko'rinadi. Natijada ikkinchi odam har oy kamroq pensiya oladi. Farq 500 ming bo'lishi mumkin, 1 million bo'lishi mumkin, ayrim holatda undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Bu farq 10 yil davomida 1,20 million so'mga yaqin yo'qotish degani. Ikkinchi misol, bir ayol 15 yil maktabda ishlagan. Keyin 10 yil xususiy o'quv markazida dars bergan. Maktab davri hujjatda bor, lekin xususiy markaz uni rasmiylashtirmagan. Ayol o'zini 25 yil ishlagan deb biladi, lekin pensiyasi bazasida faqat 15 yil ko'rinadi. Bu juda alamli holat. Chunki odam chindan ham mehnat qilgan, o'quvchi tayyorlagan, daromad olgan. Men bunday, lekin rasmiy himoyasi bo'lmagan. Ishga kirayotganingizda faqat oylik miqdorini so'ramang. Meni rasmiy ishga olasizmi? Mehnat shartnomasi bo'ladimi? Ish haqi to'liq ko'rsatiladimi? deb so'rang. Uchinchi misol. Yigit yoshda IT sohasida ishlaydi. Oyiga 25 million so'm topadi. Lekin shartnoma xizmat ko'rsatish sifatida yuritilgan yoki umuman rasmiylashtirilmagan. U o'ylaydi, pensiyagacha hali uzoq, hozir pul topishim kerak. Lekin aynan yuqori daromadli yillarda rasmiylik bo'lmasa, kelajakdagi pensiya bazasi zaif bo'ladi. Men yosh mutaxassislarga shuni aytaman. Bugun yuqori daromad topayotganingizda uni rasmiy ko'rsatish sizga faqat pensiya uchun emas, kredit tarixi, ipoteka, viza, ijtimoiy himoya, kasallik nafaqasi, mehnat nizolari bo'yicha ham foyda beradi. 4-misol, tadbirkor yil do'kon yuritgan, daromad yomon bo'lmagan, lekin to'lovlarni minimal darajada qilgan. Ba'zi yillari faoliyatini rasmiy to'xtatmagan. Ba'zi yillari deklaratsiya topshirmagan yoki hujjatlar aralashib ketgan. Pensiya yoshida u men tadbirkor edim deydi. Lekin pensiya jamg'armasi uchun asos hujjat va to'lovdir. Agar davrlar to'g'ri aks etmagan bo'lsa, pensiya kamayishi mumkin. Shu sabab tadbirkorlar yilda kamida bir marta o'z pensiya staji va to'lov tarixini tekshirish kerak. Endi har oy 2 million yo'qotmaslik siri deganda nimani nazarda tutyapman? Sir degani sirli yo'l emas. Sir o'z ma'lumotlaringizni vaqtida tekshirish va foydali davrlarni to'g'ri tanlash. Pensiya hisobida ko'pincha ish staji va ish haqi muhim rol o'ynaydi. Agar sizda turli davrlarda turlicha ish haqi bo'lgan bo'lsa, pensiyani hisoblashda qaysi davrlar asos olinishi, qaysi ma'lumotlar ko'rinishi juda katta ahamiyatga ega. Masalan, odamning 1990 yillardagi ish haqi bir xil bo'lgan, 2005-2015 yillarda ancha yuqori bo'lgan. Keyingi yillarda esa yarim stavkaga o'tgan. Agar noto'g'ri davrlar asosga tushsa, pensiya kam chiqishi mumkin. To'g'ri davlat organlari mavjud ma'lumotlar asosida hisoblaydi. Lekin siz o'zingiz hujjatlaringizni tayyorlab, yuqori ish haqi bo'lgan davrlar tasdiqini berishingiz, noto'g'ri yoki yo'q ma'lumotlarni tuzatishingiz mumkin. Bu yerda juda muhim nuans bor. Pensiya tayinlashda mening eng yaxshi yillarim shu edi deb og'zaki aytish yetmaydi. Sizda ma'lumotnoma, arx hujjati, ish haqi vedomosti, buyruqlar, mehnat shartnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'yicha iz bo'lishi kerak. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Agar arxivda topilmasa, sud orqali ish fakti yoki ish haqi faktini tasdiqlashga to'g'ri keladigan holatlar ham bo'ladi. Bu oson jarayon emas. Shuning uchun pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, kamida 5 yil oldin tekshirish kerak. Endi kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi ish haqingizni to'liq ko'rsatgan bo'lsa, elektron mehnat daftarchangizda barcha davrlar aks etgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi bazasida staj va daromadlar ko'rinsa, sizda xavf kamroq. Lekin xavf kam degani tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Chunki tizimlarda texnik xato. Ism, familiya o'zgarishi, pasport almashishi, jashashir yoki star bilan bog'liq nomuvofiqlik, korxona nomi o'zgargani sabab yozuvlar birlashmay qolishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam 25 yil ishlagan.
Lekin elektron bazada 12 yil ko'ringan. Sababi bir davr eski pasport ma'lumoti bilan yuritilgan. Tuzatsa bo'ladi, lekin vaqt ketadi. Endi istisnolar va tuzoqlar haqida gaplashamiz. Birinchi tuzoq minimal rasmiy oylikka rozi bo'lish. Ish beruvchi sizga rasmiy 20 million qilamiz, qolganini qo'lga beramiz, soliq kam bo'ladi deydi. Bu ish beruvchi uchun qulay. Siz uchun esa kelajakda zarar. Bugun qo'lga 300 ming ko'proq olish uchun ertaga har oy millionlab kam pensiya olish xavfi bor. Ikkinchi tuzoq mehnat shartnomasiz ishlash. Sinov muddati keyin rasmiylashtiramiz. Hozircha og'zaki kelishamiz degan gaplar juda xavfli. Sinov muddati ham mehnat shartnomasi bilan bo'lishi kerak. Aks holda siz na ish stajiga, na mehnat huquqlariga, na ijtimoiy himoyaga ega bo'lasiz. Uchinchi tuzoq hujjatlarni saqlamaslik. Odamlar ish joyidan bo'shaganda buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, shartnoma, mehnat daftarchasi yozuvlarini tekshirmaydi. Keyin 15 yil o'tib korxona yo'q bo'ladi. Men maslahat beraman. Har bir ish joyingiz bo'yicha kamida quyidagilarni saqlang. Ishga qabul qilish buyrug'i nusxasi, mehnat shartnomasi, bo'shash buyrug'i, ish haqi haqida ma'lumotnoma, agar bo'lsa, elektron yozuv skrinshotlari. Qog'ozni alohida papkada, skanerni telefonda yoki bulutli xotirada saqlang. To'rtinchi tuzoq familiya o'zgarganda hujjatlarni bog'lamaslik. Ayniqsa ayollarda nikohdan keyin familiya o'zgaradi. Eski diplom, mehnat daftarchasi, ish hujjatlari bir familiyada, pasport boshqa familiyada bo'lishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarishi haqidagi hujjat, eski va yangi pasport ma'lumotlari muhim bo'ladi. Pensiya tayinlashda bu hujjatlar bir odamga tegishli ekanini isbotlash kerak bo'ladi. 5-tuzoq pensiya jamg'armasi o'zi biladi deb o'tirish. Ha, pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni tekshiradi, hisoblaydi, tayinlaydi. Lekin sizning hayotingizdagi barcha faktlarni u sizdan yaxshi bilmaydi. Siz qayerda ishlaganingizni, qaysi yillarda yuqori oylik olganingizni, qaysi korxona yopilganini, qaysi hujjat qayerda qolganini o'zingiz bilasiz. Shuning uchun faol bo'lish kerak. Endi amaliy qadamlar. Birinchi qadam MyBankGov.uz yoki tegishli davlat xizmatlari orqali elektron mehnat faoliyatingiz va pensiya stajingizga oid ma'lumotlarni tekshiring. Agar elektron xizmatda hammasi ko'rinmasa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'arma bo'limiga murojaat qiling. Maqsad oddiy. Mening pensiya stajim bo'yicha bazada qanday davrlar aks etganini bilmoqchiman deb so'raysiz. Ikkinchi qadam. Ish tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Masalan, 1990-2003 yil falon korxona, 2003-2009 yil falon maktab, 2010-2015 yil xususiy firma, 2015-2024 yil tadbirkorlik. Har bir davr yoniga hujjat bormi yo'qmi deb belgilang. Shu ro'yxat sizga qayerda bo'shliq borligini ko'rsatadi. Uchinchi qadam, yetishmayotgan hujjatlarni yig'ing. Agar korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qiling. Sizga ishga qabul qilingan va bo'shagan davr, lavozim, ish haqi, to'langan badallar bo'yicha ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga. Korxona hujjatlari topshirilgan tashkilotga murojaat qilinadi. Arizani aniq yozing. Falon yildan falon yilgacha ishlagan davrim va ish haqimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. 4-qadam. Ish beruvchidan rasmiylashtirishni talab qiling. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz borligini, ish haqingiz to'liq ko'rsatilayotganini, elektron mehnat tizimida yozuv borligini tekshiring. Agar ish beruvchi rad etsa, bu siz uchun signal. Chunki bugun u sizni rasmiylashtirmasa, ertaga kasal bo'lsangiz ham, ishda jarohat olsangiz ham, pensiyaga chiqsangiz ham muammo sizda bo'ladi. 5-qadam. Pensiya yoshiga yaqinlashgan bo'lsangiz, oldindan hisob-kitob qildiring. Men odamlarga kamida 1 yil oldin, yaxshisi 2-3 yil oldin pensiya jamg'armasiga borib, menda qaysi davrlar bor, qaysi hujjatlar yetishmaydi, qanday ma'lumotnoma olib kelishim kerak deb aniqlashtirishni tavsiya qilaman. Chunki arxiv javobi ba'zan tez keladi, ba'zan oylar ketadi. Sudga murojaat qilish kerak bo'lsa, yanada ko'proq vaqt talab etiladi. 6-qadam ham. Agar hisoblangan pensiya miqdoriga rozi bo'lmasangiz, huquqingizni biling. Siz hisob-kitob asoslarini so'rashingiz, qaysi staj davrlari olinganini, qaysi ish haqi ma'lumotlari inobatga olinganini bilishingiz mumkin. Agar xato bo'lsa, qayta ko'rib chiqishni so'rab ariza yozing. Arizada umumiy gap emas, aniq talab yozing. Falon davrdagi ish stajim inobatga olinmagan. Falon korxonadan olingan ish haqi ma'lumotnomasi hisobga kiritilmagan.
Pasport ma'lumotlari o'zgargani sabab davrlar birlashtirilmagan. Aniq yozsangiz, masala tezroq ko'riladi. 7-qadam qo'shimcha moliyaviy zaxira yarating. Davlat pensiyasi muhim, lekin faqat unga suyanish xavfli. Imkoningiz bo'lsa, uzoq muddatli jamg'arma, depozit, sug'urta, investitsiya yoki mulk orqali keksalik davriga qo'shimcha daromad manbai yarating. Lekin bu davlat pensiyasini e'tiborsiz qoldirish kerak degani emas. Aksincha, birinchi navbatda rasmiy staj va pensiya huquqini to'g'ri shakllantiring, keyin qo'shimcha jamg'armani o'ylang. Yana bir muhim narsani alohida aytaman. Pensiya masalasida qo'shnim shunday qildi, tanishim aytdi. Internetda ko'rdim degan maslahatlar bilan cheklanib qolmang. Har bir odamning holati boshqa. Kimdadir staj yetarli, lekin ish haqi past. Kimdadir ish haqi yuqori, lekin stajda uzilish bor. Kimdir zararli yoki imtiyozli ishda ishlagan bo'lishi mumkin. Kimdir chet el stajini tasdiqlashi kerak. Kimdir nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa turdagi pensiya huquqiga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz o'z holatingizni hujjatlar bilan tekshirishingiz kerak. Bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, pensiya tasodif emas, uni oldindan tayyorlash kerak. Sizning har bir rasmiy ish kuningiz, har bir to'liq ko'rsatilgan oyligingiz, har bir saqlangan hujjatingiz kelajakdagi oylik pensiyangizga ta'sir qiladi. Har oy 2 million so'mgacha yo'qotmaslikning siri ham shunda, norasmiy ishlamaslik, konvertdagi oylikka rozi bo'lmaslik, stajni tekshirib borish, yuqori ish haqi bo'lgan davrlarni hujjat bilan tasdiqlash va pensiya tayinlanganda hisob kitobni befarq qabul qilmaslik. Agar siz hozir 25 yoshda bo'lsangiz ham bu mavzu sizniki. Agar 45 yoshda bo'lsangiz, aynan hozir tekshirish va tuzatish vaqti. Agar pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, bugunoq hujjatlaringizni yig'ishni boshlang. Men ekspert sifatida eng katta xatoni shunday ko'raman. Odamlar pensiya masalasini oxirgi o'yga qoldiradi. Aslida esa pensiya huquqi butun mehnat hayoti davomida yig'iladi. Kommentariyada yozing, sizning ish stajingiz elektron bazada to'liq ko'rinadimi? Ish haqingiz rasmiy ko'rsatiladimi? Pensiya bo'yicha qanday savolingiz bor? Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz yoki hamkasbingizga real pulni saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya hisob kitobi, stajni tiklash, arxivdan ma'lumot olish va pensiyani qayta hisoblatish bo'yicha yanada amaliy mavzularni tushuntirib beraman.